darsimizda Proteus dasturidan foydalangan holda o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirish elektr sxemasini chizamiz va ushbu sxemani simulyatsiya jarayonini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirishda bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda transformator, o'zgaruvchan tok manbai, diodli mostnik, qarshilik, rezistorlar kerak bo'ladi. Bu komponentlarni mana bu oynaga joylashtirib olishimiz kerak. Bunda biz komponent mod bo'limidan mana bu kursorni bosgan holda keywords bo'limiga kelamiz. Ushbu bo'limda ushbu komponentlarni inglizcha nomini yozgan holda olishimiz mumkin. Demak, birinchi bizga o'zgaruvchan tok manbai kerak. Bunda AC source deb qidiradigan bo'lsak, bizga o'zgaruvchan tok manbai kelib chiqadi. Demak, bu yerdan turli xillari bor. Endi biz aynan mana animated AC voltage source tanlaymiz. Xo'p, buni joylashtirib oldik. Endi bizga transformator kerak bo'ladi. Buni transformer deb qidiramiz. Transformer. Demak, transformerda ham turli xil transformatorlar bor. Mana misol uchun har xil chiqishli, biz ikki chiqishlisini tanlaymiz. Transformatorni ham joylashtirib oldik. Endi bizga kerak bo'ladi diodli ko'prik. Buni ingliz tilida bridge deb qidiramiz. Xo'p, buni ham joylashtirib oldik. Endi bizga kalt ham kerak bo'ladi. Kaltni switch deb qidiramiz. Xo'p, kaltni ham oldik. Endi bizga rezistor kerak bo'ladi. Rezistor, buni ham oldik va kondensator kerak bo'ladi. Xo'p, kondensatorning elektrolit turini tanlaymiz. Xo'p, elektron komponentlarni mana bu oynaga joylashtirib oldik. Endi mana bu ishchi oynaga, ya'ni sxema chizadigan oynamizga bu komponentlarni birma-bir joylashtirib chiqamiz. Birinchi navbatda biz o'zgaruvchan tok manbai, ya'ni mana bu o'zgaruvchan tok manbaini joylashtiramiz. Xo'p, endi bundan keyin transformator. Xo'p, transformatorni ham joylashtirdik va bizga diodli ko'prik kerak bo'ladi. Buni ham joylashtirdik. Endi kalt qo'yamiz va kondensator joylashtiramiz. Kondensatorni mana bunday aylantirib olamiz. Xo'p, endi rezistor. Rezistor. Xo'p, yana kondensator. Kondensatorni o'zimizga moslab joylashtirib olamiz. Xo'p, va yana rezistor. Buni ham aylantirib olamiz. Xo'p. Elektron komponentlarni joylashtirib oldik. Endi ushbu komponentlarni bir-biriga ulashimiz kerak. Demak, keling, mana bunday boshlaymiz. O'zgaruvchan tok manbaidan. Xo'p. O'zgaruvchan tok manbaini transformatorga uladik. Endi mana bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Transformator va diodli ko'prikni ulashda bu yerda diodli ko'prikning, ya'ni anod va katod birlashgan qismlariga transformator uchlari ulanadi. Mana diodning katod va anod qismi birlashgan sohasi ikkalasi ham. Endi
ikkita anod qismidan kondensatorning manfiy qutbiga ulanadi. Ikkita katod qismidan esa kalt orqali kondensatorning musbat qutbiga ulanadi. Bu rezistorga, kondensatorga va rezistor hop. Demak, elektr sxemani ulab bo'ldik. Endi ushbu komponentlarni qiymatlarini to'g'rilab chiqishimiz kerak. Mana buni 50 Hz ga o'tkazamiz. Xo'p, endi transformatorda ikkinchi chiqishdagi induktivlikni 4 milligenriga o'tkazdik. Xo'p, endi diodli ko'prikni o'zgartirish shart emas. Xo'p, kondensatorlarni to'g'rilab chiqamiz. Kondensator qiymatlarini ozgina kamaytiramiz. Xo'p, qarshiligini ham shunga mos ravishda kamaytiramiz. Keling, buni ham qarshiligini ozgina kamaytiraylik. Xo'p, qiymatlarni ham moslab chiqdik. Endi bunga osillograf ulaymiz. Ya'ni bu har bir sohada, ya'ni transformator kirishida, transformatorda chiqishida, diodli mostikdan keyin va o'zgarmas tokka aylangandan keyingi signallarni ko'rish uchun biz osillograf ulashimiz kerak. Osillograf ulashda esa mana bu virtual instrument mod bo'limidan mana bu ossilloskopni tanlab olamiz. Demak, osillografni joylashtirdik. Endi A kanalini transformatorni kirishiga, B kanalini transformatordan chiqishiga, S kanalini esa diodli mostik, ya'ni diodli ko'prikdan chiqishiga va D kanalini o'zgaruvchan tokning o'zgarmas tok aylangan qismi, ya'ni rezistorning oldiga ulab qo'yamiz. Xo'p, demak, osillografni ham ulab bo'ldik. Endi simulyatsiya qilib ko'ramiz. Simulyatsiyadan oldin keling, kuchlanish va kuchlanishni o'lchash uchun voltmetrlar joylashtirib chiqaylik. Demak, transformator kirishiga AC voltmetr joylashtiriladi. Xo'p. Chiqishiga ham AC voltmetr. Esa mana bu o'zgarmas tok aylangan qismiga esa DC voltmetr ulaymiz. Xo'p. Ularni ulab qo'yamiz. Hop. Elektron komponentlar qiymatlarini ham moslab oldik. Endi kaltni ulab qo'yamiz va simulyatsiya qilib ko'ramiz. Hop, osillograf oynasi ochildi. Endi ushbu osillograf oynasida signallarni moslashimiz kerak, ya'ni sozlashimiz kerak. Demak, birinchisi A kanaldagini sozlaymiz. Ozgina teparoqqa ko'taramiz. Xo'p, keyin B kanal. B kanaldagi buni ham joyida turibdi. Endi S kanaldagini ko'ramiz, qizil. Ya'ni ozgina pastroqqa tushiramiz. Va D kanaldagini ham ozgina pastroqqa tushiramiz. Hop. Demak, quyidagi signal hosil bo'ldi, signal grafiklari. Endi buni solishtirib ko'ramiz. Hop. Demak, bu yerda sariq A kanal,
ya'ni transformator kirishga ulangan kanal edi. Haqiqatan ham transformatorda kirishida o'zgaruvchan tok, shuning uchun mana bu yerda sinusoidal ko'rinishda o'zgaruvchan tok signali hosil bo'lyapti. Keyingisi transformator chiqishi ham xuddi shunday o'zgaruvchan tok. Diodli ko'prikdan chiqishi esa, ya'ni S kanal, qizil grafik. Bu yerda o'zgaruvchan tok o'zgarmas tokka aylangan, ammo filtrlanmagan holati, ya'ni yarim sinusoidal ko'rinishda turibdi. Va oxirgisi D kanal, o'zgaruvchan tok o'zgarmas tokka aylangan qismi, ya'ni yashil grafik o'zgaruvchan tok o'zgarmas tokka aylanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.